Hop, ildizlardan hisoblashga oid misollar ko'rib chiqamiz. Masalan, bizga 3 ayrilgan 2 ildiz 2 berilsa, buni mana 2 ildiz 2 ni 2 ga bo'lamiz. 2 ildiz 2 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, mana 2 ildiz 2 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda ildiz 2 bo'ladi. Endi buni kara qilamiz. Ildiz 2 ko'paytirib 1 deymiz. Buni kvadrati nima desa 2, buni kvadrati nima desa 1. Mana ikkalasini qo'shamiz. 2 ni qo'shsak 3. Mana yerda 3 turibdi. O'sha 3 bilan mos bo'lish kerak. Keyin barabar shunda bu kelib chiqadi. Mana ko'paytmani yozamiz. Ildiz ichida ildiz 2 ayrilgan 1 ning qavs kvadrati deymiz. Ya'ni mana ko'paytma o'sha minus deyiladi mana. Ildiz 2 ayru 1 ni qavs kvadrati. Keyin kvadrat bilan ildiz hisob ketadi. Javob ildiz 2 minus 1 chiqadi. Kelib chiqishi bu. Keyin yana shuni mana shu misolda plusli kelib qoladigan bo'lsa 3 plus 2 ildiz 2 ildizda keladigan bo'lsa, xo'p, o'sha mana javobni o'zi bo'ladi, faqat ishlanishi mana ildiz 2 plus 1 ni kvadrati bo'ladi degan bu. Mana shuni kvadrat ko'tarsa mana bu chiqadi. Demak, kvadrat bilan ildiz yana hisob ketadi, javob ildiz 2 plus 1 chiqadi. Ya'ni minusligini ishlab bo'lsa, mana buni plus qo'ysa bo'ldi, minus o'rniga. Keyin yana shunga o'xshagan masalan 7 minus yo plus 4 ildiz 3 keladigan bo'lsa, mana shuni ishlamoqchi bo'lsak, bu 4 ildiz 3 ni 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 2 ildiz 3. Endi buni kara qilamiz. 2 kara ildiz 3 desak, 2 ni kvadrati. Kvadrat ko'taramiz endi. 2 ni kvadrati 4, buni kvadrati 3, 2 ni qo'shsak 7 bo'lyapti. Mana e'tibor bersak, mana 7. Xo'p, o'shaning uchun demak bu nima degani? 2 plus ildiz 3 ning qavs kvadrati degani. Kvadrat bilan ildiz chiqarib ketsa, javob mana 2 plus ildiz 3 chiqadi degan. Endi minusli kelib qolsa, mana shuni mana minusligi. 7 minus 4 ildiz 3 kelsa, demak bu 2 minus ildiz 3 ning qavs kvadrati bo'ladi-da, kvadrat bilan hisob ketadi. Javob mana 2 minus ildiz 3 kelib chiqadi. Xo'p, xulosa qilamiz. Demak, buni nimaga kvadrat qilyapmiz? Formula mana bunaqa mana. A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Biz 2 ga bo'lyapmiz birinchi. Mana 2 ildiz 2 ga bo'layotganimiz mana buni 2 ga bo'lib ab qilyapmiz mana. Ab. Keyin ko'paytma qilayotganimiz shu a ko'paygan b deb yozyapmiz. Keyin kvadrat ko'tarayotganimiz a ning kvadratiga b ning kvadratini qo'shyapmiz. Ya'ni mana formula ikkita chekani tekshiryapmiz. Ya'ni mana 2 ga bo'ldik degani a b qolyapti. Keyin kara qilyapmiz. A ko'paygan b deb. Keyin kvadrat ko'tarib qo'shyapmiz degani mana ikkita chekani tekshiryapmiz. Haqiqatda shuni berammi yo'qmi? Ya'ni formulami, formula emasmi? O'shani tekshirib chiqyapmiz-da. Formula bo'lsa, keyin kvadrat bilan hisob ketyapti. Hammasi bo'lavermaydi mana. Men hozir mana 2 ildiz kara qildim. Mana 7 chiqdi. Endi boshqa safar 2 ildiz 3 ni masalan 2 ildiz 3 ko'paygan 1 desa, masalan, buni kvadrati nima? 4 3 12 qo'shamiz 1. Bu 13 chiqyapti. 13 bo'lsa, men yerda 13 bo'lishi kerak. Demak, bu masalan mana shu kara qilamiz. Hozir mana shu misol uchun o'rinli emas. Shuning uchun bo'lmaydi. Bo'ladigani bu bo'lyapti. Ya'ni har doim kara to'g'ri chiqavermaydi. O'sha to'g'risini topa olishimiz kerak. Yana bizga misol berilsa mana 11 qo'shilgan 6 ildiz 2 berilsa, mana 11 qo'shilgan 6 ildiz 2 berildi. Endi buni ishlamoqchimiz. 6 ildiz 2 ni 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 3 ildiz 2. 3 ildiz 2. 3 ildiz 2 bo'lsa buni kara qilamiz. Ya'ni 3 ko'paygan ildiz 2. 3 kvadrati 9, buni kvadrati 2 qo'shsak 11 mana. E'tibor bersak, mana haqiqatda 11 turibdi. Demak, bu nima degani? Xo'p, bu ildiz ichida 3 qo'shilgan ildiz 2 ning qavs kvadrati. Kvadrat bilan bu hisob ketsa, demak javob 3 qo'shilgan ildiz 2 chiqadi degan. Xo'p, minusliga kelib qoladigan bo'lsa mana 11 ayrilgan 6 ildiz 2 keladigan bo'lsa, bu ishlasak 3 minus ildiz 2 ning qavs kvadrat. Bu kvadrat bilan bu ketadi, javob mana 3 minus ildiz 2 kelib chiqadi. Xo'p, keyin yana bunga o'xshagan bu birinchi misol deylik. Xo'p, ikkinchi, masalan 17 ayrilgan 12 ildiz 2 kelsa, masalan, mana shuni ishlamoqchi. Buni ishlamoqchi bo'lsak, mana 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak 6 ildiz 2 bo'ladi. Endi buni masalan 6 kere 2 deb qo'yaveraman mana. 6 kere 2 desam 6 ning kvadrati nima? 36, buni kvadrati nima? 2. 2 ni qo'shsa 38 bo'laydi. Bu yerda nima turibdi? 17. Demak, bu 6 kere 2 degani bo'lmaydi. Ya'ni bo'lmas ekan. Ya'ni hamma kara ham bo'lavermaydi. 6 kere ildiz 2 bo'lmadi. Endi buni yozamiz. 3 ko'paygan 2 ildiz 2 deb yozamiz. Mana 3 kvadrati nima? 9. 2 ildiz 2 ning kvadrati nima desa, bu 4 kere 2 bo'ladi-da, 8. 2 ni qo'shsak 17. Mana e'tibor bersak, mana 17. Demak, shu o'xshadi shu. Demak, bu xulosa qilamiz. Bu nima degani? 3 minus 2 ildiz 2 ning qavs kvadrati, mana ildiz kvadrat bilan ildiz sarf ketdi. Shunda javob nima chiqdi mana? 3 minus 2 ildiz 2 chiqdi degan. Endi
Endi bu chiqqanini bildik. Endi plus 2 kelib qolsa 17 plus 12 ilzosi 2 bo'lsa, o'shaning kvadrati bo'ladigan bo'lsa, kvadrat bilan sarf ketadi. Javob yo'q, mana bu. O'sha misol kelyapti. Keyin ildizda bu 3 plus 2 ilzosi 2 ning kvadrati bo'lyapti-da. Keyin kvadrat bilan ildiz ketyapti-da. Javob 3 plus 2 ilzosi 2 kelib chiqyapti. Xo'p, yana 3-misol. Xo'p, 23 ayrilgan 8 ilzosi 7 kelsa yoki qo'shilgan kelsa, buni 2 ga bo'lamiz. Men 8 ilzosi 7 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, 4 ilzosi 7 bo'ladi. Endi buni kara-karasi 4 kara ilzosi 7 bo'ladi. 4 ning kvadrati nima? 16, buning kvadrati nima? 7. Ikkilarni qo'shsam 23. Mana haqiqatan bu yerda 23 turibdi. Demak, shuni xulosa qilaman. Bu nima degani bu? Bu 4 qo'shilgan ilzosi 7 ning qavs kvadrati bo'lyapti. Kvadrat bilan ildiz sarf ketyapti-da, javob 4 plus ilzosi 7 kelib chiqyapti. Endi minusli kelsa, mana 23 ayrilgan 8 ilzosi 7 keladigan bo'lsa, bundan xulosa qilamiz. Xo'p, 23 ayrilgan 8 ilzosi 7 degan bular qisqa mana shuni minusligi, ya'ni mana 4 minus ilzosi 7 ning kvadrati bo'ladi-da, keyin kvadrat bilan ildiz sarf ketadi-da, oxir javob mana 4 ayrilgan ilzosi 7 kelib chiqadi. Davom etamiz. Endi bizga mana 2 plus ilzosi 3 berilsa, buni 2 ga bo'lamiz boyagidek. 2 ga bo'ladigan bo'lsak, ilzosida 3 taqsim 2 bo'ladi. Endi buni ilzosi 3 taqsim ilzosi 2 ko'paygan 1 taqsim ilzosi 2 deb kara-kara qolamiz. Keyin buni ko'rib ko'taraman. Buni ko'rib ko'tarsam 3 taqsim 2, qo'shaman, buni ko'rib ko'tarsam 1 taqsim 2. 2 ni qo'shsam 4 taqsim 2 2. Mana 2 bilan 1 xil chiqyapti. Demak, shuni xulosa qilamiz. Demak, ildizda bu nima degani? Ilzosida 3 taqsim ilzosi 2 qo'shilgan 1 taqsim ilzosi 2 ning qavs kvadrati. Kvadrat bilan ildiz sarf ketadi-da. Demak, javob nima chiqadi? Ilzosi 3 taqsim ilzosi 2 qo'shilgan 1 taqsim ilzosi 2. Shuna tepa ilzosi 3 plus 1, pasi ilzosi 2. Ya'ni shunaqa kelib chiqdi. Ya'ni ildizdan chiqarib oldik. Endi irratsionaldan qutarib qo'yamiz keyin. Endi shuni minusli keladigan bo'lsa, 2 minus ilzosi 3 keladigan bo'lsa, bu nima bo'ladi bu? Xo'p, ilzosi 3 taqsim ilzosi 2 ayrilgan 1 taqsim ilzosi 2 ning qavs kvadrati. Mana kvadrat bilan ildiz ketadi-da, javob ilzosi 3 taqsim ilzosi 2 ayrilgan 1 taqsim ilzosi 2 bo'ladi. Tepa ilzosi 3 ayru 1 taqsim ilzosi 2 lik kelib chiqadi. Endi yana shunga o'xshagan misol. 4 bu birinchi misol deylik, ikkinchi misol. 4 qo'shilgan ilzosi 7 kelsa, masalan, yana 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak, ilzosi 7 taqsim 2. Buni ilzosi 7 taqsim ilzosi 2 ko'paygan 1 taqsim ilzosi 2 desak, buni ko'rib ko'taradigan bo'lsak, 7 taqsim 2 qo'shamiz, buni ko'rib ko'taradigan bo'lsak, 1 taqsim 2 qo'shsak 8 taqsim 2 mana 4 chiqadi. Mana 4 chiqdi. Endi shuni xulosa qilamiz. Bu ildizda xo'p, ilzosi 7 taqsim ilzosi 2 qo'shilgan 1 taqsim ilzosi 2 ning qavs kvadrati bo'ladi. Ya'ni buni kvadrati mana 4 deb berdi. Demak, mana ko'paytmani plus qilamiz. Ilzosi 7 taqsim ilzosi 2 qo'shilgan 1 taqsim ilzosi 2 ning kvadrati. Kvadrat bilan ildiz ketdi. Demak, xo'p, ilzosi 7 taqsim ilzosi 2 qo'shilgan 1 taqsim ilzosi 2 chiqdi. Shuna tepa ilzosi 7 plus 1 taqsim ilzosi 2 kelib chiqdi. Endi shuni minus keladigan bo'lsa, yana mana 4 minus ilzosi 7 kelsa, bu nima bo'ladi? Ilzosida ilzosi 7 taqsim ilzosi 2 ayrilgan 1 taqsim ilzosi 2 ning kvadrati. Ya'ni mana plus bo'lsa, shuni minusli bo'lyapti. Kvadrat bilan bu ketadi. Shunda ilzosi 7 minus 1 taqsim ilzosi 2. Ya'ni mana plus bo'lsa, buni o'rtasi minus bo'ladi deb chiqarib qo'ygan bo'ladi. Ketamiz bizga mana bunga misol berilsa, mana 3 qo'shilgan ilzosida 5 ayrilgan 3 ayrilgan ilzosi 5 berilsa, mana shu ifoda nimaga teng deb so'roq berilsa, shuni yozib olamiz. Demak, bu 3 qo'shilgan ilzosi 5 ayrilgan 3 ayrilgan ilzosi 5 o'sha teng t ga deymiz. Endi buni kvadrat ko'taramiz. Ya'ni mana qavsga olamanda kvadrat ko'taraman, buni ham kvadrat ko'taraman. Men maqsad mana t ni topishim kerak. Endi bu formula bo'yicha 3 plus ilzosida 5 ning kvadrati bo'ladi. Mana 3 plus ilzosida 5 ning kvadrati minus 2 ko'paygan ildizda 3 plus ilzosida 5 3 minus ilzosida 5 keyin plus 3 minus ilzosida 5 ning qavs kvadrati o'sha teng t ning kvadrati bo'laydi mana. Endi buni kvadrat bilan ildiz sarf ketadi. 3 plus ilzosida 5 chiqadi. Ayrilgan 2 ko'paygan, buni ikkalasi bir qo'shib berishga tushadi. Ya'ni mana 3 5. Mana bir marta qo'shilgan, bir marta
Ayrilgan. Bundan kelib chiqadi 3 kvadrati 9 ayru 5 bo'ladi. Keyin qo'shilgan bu kvadrat bilan ketadigan bo'lsa, mana 3 minus ilzasi 5 barobar t ning kvadrati. Endi ilzasi 5 bilan ilzasi 5 mana qisqarib ketdi. Xo'p, 3 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak 6 bo'lyapti. Mana 3 ga 3 ni qo'shsak 6 minus 2 ko'paytirilgan. Mana 9 dan 5 ayiradigan bo'lsak 4 bo'lyapti. 4 dan yana nima chiqadi? 2 chiqadi. Endi teng t kvadrat. Buni ayiramiz. 6 dan 4 ayirsak 2 teng t kvadrat. Bundan kelib chiqadi t teng plus minus ilzasi 2. Endi qaysi birini olishni mana yana o'ylab ko'ramiz mana. Ifoda qilamiz mana plus son, bu minus son. Qaysi biri katta desa, qo'shilgani kattami? Ayrilgani kattami desa, mana qo'shilgani katta. Bu kichkina. Katta sondan kichkina sonda ayirsa, javob nima chiqadi? Musbat. Demak, musbat bo'lsa, oxir javobga t teng ilzasi 2, ya'ni musbatini olamiz. Agar boshqa safar joyi almashib ketsa, mana 3 minus ilzasi 5 keyin ayrilgan 3 plus ilzasi 5 mana shu nima deb berilsa, bunda mana ishlanishi mana bilan bir xil bo'ladi, faqat mana bu kichkina son. Mana kichkina, bunisi katta son. Shunda xulosa, kichkina sondan katta sonda ayirsak, demak mana ega minus ilzasi 2 ni olamiz. Ya'ni mana plus minus ilzasi 2 chiqqan bo'lsa, mana kichkinadan kattani ayirsa minusiga olinadi, mana kattadan kichkinani ayirsa mana plusiga olinadi. Bunaqa agar 3 talik ildiz kelib qolsa, 3 marta ishlaymiz. Buni ishlaymiz, ayiramiz, keyin buni ishlaymiz, 2 ga ko'paytirib 12 ni qo'shib yana ishlaymiz. Bu milliy sertifikatga tushgan, imtihonda tushgan savol bu. 5-oktyabr kuni tushgan. Xo'p, mana eng ichidan boshlab ishlaymiz mana. 19 plus 6 ilzasi 2 bo'lsa, mana 6 ilzasi 2 ni 2 ga bo'laman mana. 6 ilzasi 2 2 ga bo'laman. 2 ga bo'lsam 3 ilzasi 2 bo'lyapti. Endi buni karakarasi 3 ilzasi 2 ko'paygan 1. Buni kvadrati hisoblasa 9 kere 2 18, buni kvadrati 1 qo'shsa 19 mana. E'tibor bersak mana 19 bilan bir xil chiqyapti. Shundan xulosa barobar 12 qo'shilgan 2 ildiz ichida 19,25 ayrilgan. Xo'p, bu 19 plus 6 ilzasi 2 nima chiqadigan bo'ladi? Bu 3 ilzasi 2, mana 3 ilzasi 2 plus 1 ning qavs kvadrati bu. Demak, ichidan 3 ilzasi 2 plus 1 chiqadi. Ya'ni mana ko'paytmani plus qo'ysak bo'ldi. Barobar 12 plus 2. Xo'p, ildiz ichida hisoblaydigan bo'lsak, bu 19,25 dan 1 da ayiramiz. 18,25 bo'ladi. Ayrilgan 3 ilzasi 2 bo'ladi. Barobar yana hisoblaydigan bo'lsak buni 12 plus 2 ni ichkariga kiritaveramiz. 2 ichkariga 4 bo'lib kiradi. 4 bo'lib kiradigan bo'lsa, xo'p, 4 dan 18 bo'lsa 73 bo'lyapti. Ayrilgan 12 ilzasi 2 bo'lyapti. 4 kere 3. 12 ilzasi 2. Endi 12 ilzasi 2 ni olamiz, 2 ga bo'lamiz. 12 ilzasi 2 ni olsak, 2 ga bo'lsak 6 ilzasi 2 bo'lyapti. Xo'p, endi buni karakarasini hisoblaydigan bo'lsak, 6 ilzasi 2 ko'paytirib 1 deymiz. Buni kvadrati 36 kere 2. 72 plus 1. 73 bo'lyapti mana. Endi shundan xulosa qilamiz, mana bu. 12 qo'shilgan bu ifodadan nima chiqadi bu? Mana bu plusligi, minusligi chiqadi. Demak, mana 6 ilzasi 2 minus 1 ning qavs kvadrati. Demak, buning ichidan 6 ilzasi 2 minus 1 ning kvadrati bo'ldi. Kvadrat ildiz bilan qisqarib ketdi. Endi buni ishlasak 12 dan 1 ayiramiz. 12 dan 1 ayirsak 11 qo'shilgan 6 ilzasi 2 bo'lyapti. Endi buni yana ishlaymiz. Mana 6 ilzasi 2 bo'lsa, buni 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'ladigan bo'lsak 3 ilzasi 2, karakarasi 3 kere ilzasi 2, buning kvadrati 3 kvadrati 9, buning kvadrati 2 qo'shsak 11. Mana haqiqatda 11 turibdi. Demak, shuni xulosa qilamiz. Bu mana ko'paytmani plus qo'ysak bo'ldi. 3 plus ilzasi 2. Nega desa, chunki bu 3 plus ilzasi 2 ning kvadrati ildiz bilan qisqaradi. Mana shu oxirgi javob bo'ladi. Savolni ko'rib chiqamiz. Bunisi ham 5-oktyabr kuni imtihonda tushgan, ikkinchi smenada tushgan. Xo'p, o'shani ko'ramiz mana. Xo'p, buni hisoblash uchun mana buni 2 ga bo'lamiz. 2 ilzasi 2 ni 2 ga bo'lsak ilzasi 2. Ilzasi 2 ni ilzasi 2 ko'paygan 1 deymiz. Buni kvadrati 2, buni kvadrati 1 qo'shsak 3. Mana o'sha 3 mana 3 bilan bir xil. Demak, shunda hozir hammasi ishlab bo'ldi. Hammasi bir xil. Demak, bu ilzasi 2 plus 1 ni qavs kvadrati. Demak, bundan nima chiqadi? Ilzasi 2 plus 1 chiqadi. Kvadrati ildiz bilan qisqarib ketadi. Bunisidan shuni minusiga ilzasi 2 minus 1 chiqadi. Taqsim bunisidan yana ilzasi 2 plus 1 ayrilgan, bundan ilzasi 2 minus 1 chiqadi. Endi tepani hisoblaydigan bo'lsak, birlar ketadi. Ilzasi 2 ilzasi 2 2 ilzasi 2 bo'ladi. Buni ayiradigan bo'lsak, ilzasi 2 lar ketadi, 2 bo'ladi. Keyin 2 lar ketadi, oxir javob ilzasida 2. Bu ham milliy sertifikatga tushgan original savol, 5-oktyabr kuni tushgan savol.